Ondan siz keyingi bosqichga o'tib ketasiz. Bu bo'lsa 5-bosqich. 5-bosqich bo'lsa muvaffaqiyatga qarab qadam ilish bosqichi. Nurg'ulg'an kishilarning o'ziga tuzgan plani bak qattiq, bak qiyin bo'lib ketgachga muvaffaqiyat qozonishda ularga qat'iy imkoniyat qolmaydi. Agar siz muvaffaqiyat qozonmoqchi bo'lsangiz, shu jarayonda ishlarni to'g'ri qilgan vaqtingizda o'zingizni rag'batlantirib turing. Siz natijaga yetish jarayonida qilgan har bir yangi ishingizdan uni burun qilib baxmaganligingiz uchun uzrlanasiz. Bumi bir xil rag'batlantirishning turi. Biz 5-bosqichni harakatga kelish, ya'ni muvaffaqiyatga qarab qadam ilish bosqichi dedik. Bu vaqtda biz yangi ishlarni qilish orqali o'zimizni rag'batlantirishimiz kerak. Shundaq, undan sirt insonning 6 ehtiyojini qondirishimiz kerak. Birinchi, ma'lum ish qilish orqali o'zimizni xotirjam qilishimiz kerak. Ikkinchi, müzik anglash, kino ko'rish, yig'ilishlarga so'rlar qatnash orqali arg'inlik kayfiyatimizni rangaranglikka qilishimiz kerak. Uchinchi, bu orqali bizning qilayotgan ishimizga qaytadan qizg'inlik, muhabbat kuchaydi. Chunki biz bir oz rangaranglik orqali energiya to'playmiz. To'rtinchi, bu vaqtda o'zimizning qilayotgan ishini muhim deb bilibli qolmasdan o'zimizdimi o'zimizga nisbatan muhimlik hissiyoti turg'iziladi. Beshinchi, bu jarayonda bizda üspetlish bo'ladi. Oltinchi, biz oxirida natija qozongan vaqtimizda ijtimoiy kollektiv uchun belgilik to'p qo'shgan bo'lamiz. Demak, siz harakat jarayonida sizda tavrinish bo'lib qolganda o'zingizni rag'batlantirish orqali yana oldingizga qarab menishingiz kerak. Albatta biz shunday qila olamiz. Amsa qachon harakat qilamiz? Atimi? O'gunmi? Yo'q, siz parakanda bo'ldingiz. Siz qaror chiqardingiz. Siz plan tuzdingiz. Siz ongni o'zgartdingiz. Endi harakatni hozirla boshlamay qachon boshlamoqchi? Mushu daqiqaning o'zi haqiqiy kuch demakdir. Takrorlash bo'lsa muvaffaqiyatning onasi. Shu sababdan mag'lub bo'lgandim takrorlang. Amaliyotda mag'lubiyat mavjud emas. Faqatla natija mavjud. Siz mag'lub bo'ldim deb qargan taqdirdimi yanada o'sib ketilsiz. Ish qilishning yo'lini tushunib olaysiz. Ish qilishning yo'lini tushungachga siz buni qaytadan qilgan vaqtingizda boshqacha usul bilan qilasiz emasmi? Siz erishmoqchi bo'lgan natija kichik bo'lsa, sizdan talab qiladigan harakatmi kichik bo'ladi. Shundaqla siz erishmoqchi bo'lgan natija cho'ng bo'lsa, sizdan talab qiladigan harakatmi cho'ng bo'ladi. Biroq cho'ng harakatlarmi yanada kichik harakatlarni o'z ichiga oladi. G'oyat zo'r ko'lamdagi harakatlar intayin kuchli qo'zg'atqich kuchni barpo qiladi. Agar sizning erishmoqchi bo'lgan natijangiz kichik bo'lsa, u sizdan g'oyat zo'r pul va vaqt talab qilmasligi mumkin. Balkim u sizdan faqatla o'zini programmalashtirishni talab qilishi mumkin. Bu vaqtda siz birinchi CD plastinkasini qayta anglab, shu bo'yicha kunda harakat qilsangiz bo'ldi. Biroq erishmoqchi bo'lgan natijangiz intayin cho'ng bo'lsa, u sizdan ko'p vaqt, ko'p energiya, ko'p hissa talab qilishi mumkin. Qandaqli bo'lmasin, 4 bosqichni 5ingizdan o'tkazdingiz. Endi harakatga kelmasangiz qat'iy bo'lmaydi. Qanamsa, siz hozirla qandaq natijaga erishishni xohlasangiz, 3-bosqichga tuzgan planingizga asosan darhol shu harakatlarni ijro qiling. Quruq gapning hojati yo'q, faqat ijro qiling.